Assalomu. Qayerga o'tkazmoqchisiz? O'tkazmang. Qarang, bir narsani aytaman. Turk urug'i haqida. На русском и узбекском языке буду говорить, если будете задавать на русском языке вопросы. Turk urug'i haqida aytaman. Я буду говорить о seminariyskiy. Turk urug'ini kuniga 3 gramm ezib turib, asalga aralashtirib turib, o'shani yeb yuring bir mahal. Ага, как вы? Нормалюха. Yeb turing. Bo'g'indagi lo'qqallab og'riydigan og'riqlarni ko'zing chiqarib oladi. Если будете употреблять семинарецкий в день только 3 раза, 3 грамма с медочком, если нет сахарного диабета, то он лечит при всех заболевания, пульсирующие боли суставов. Вот вам. Не семена корни чего, а семена редькие. Oqdog'ga ham ayting. Oqdog'da vitsinol degan dori chiqardik. Voh. Uyuqtay almayim. Если, у вас есть семена, как называется сейчас, если найдете, кориандр. Это тоже хороший успокоительный, при неврозе очень, он хорош. Если найдете маралкаха, да, если найдете, смотрите, самый хороший, это шишки хмеля. А если добавите к шишке хмеля ромашку, корни валерианы, это все успокоительные, мелисса лекарственная, бомба будет. Tosh pриступ beryapti, ochliq qiling. Ana unga suvni ichiga limonni qo'shib turib, bosib turib iching, ozroq asal bilan. Tosh tuvishi ham kuchayadi. Oqma yara bor. Nima maslahat berasiz? Andijonga qachon kelasiz? Xudo xolasa yaqin kunlarda boramiz, nasib etsa. Oqma yara bu degani svishmi? Ruschasi ko'proq tushunaman-da. Ассаламу алейкум. Мне кажется, что теряю память. А вы не теряйте память, пожалуйста. Вы проверьтесь на МРТ. Договорились на МРТ. И правильную диету делайте, пожалуйста. Если найдете ладан, это пробейте в интернете тоже. Ладан. При потере памяти вся информация выйдет. И есть еще кабульские миробаланы для улучшения памяти. Так, Nur Ali 675 Qahramon aka, tarpida ichuvdim, psoriazni shu darajada kuchaytirib yubordi. Davo beradimi o'zi? Keling Nur Ali, siz bilan agar chiqolsangiz psoriazim bir narsalar bo'lib ketdi deyapsiz. Keling. Gormonlarim buzilgan, piyozning suvini ichaman. Yana qanaqa iloji bormi? Tak. Gormonlar buzilganga xelba. Rayhona, xelba haqida ma'lumot yig'ing. Tushundingizmi? Xelba pajitnik deyiladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tinchmisiz? Joningiz og'irmi? Rahmat. Hali endi guring berinchi. Tak, tarpida ichyapsiz, psoriaziz ko'payib ketdi. Xo'sh, keling endi shuni sababini qidiramiz. Xo'sh. Qanday qilib ichyapsiz? Mumiyo solib ichyapsizmi? Yo'q, o'sha olgan odamim mumiyo solib ichmaysiz dedi. Faqat mumiyo urug'i kuydirib yuboradi dedi. Kim aytdi shuni? Qaysi biri aytdi? Kim ismini ayting? Ayol kishi Sergelida yangi qurilgan Novostroykada turar ekan, ismi aniq esimda yo'q. Spark yurar ekan bitta ayol. Birodar, bizda Telegramimizda bormi uni telefon nomeri? 0707 oxiri adashmasam. 0707. Qarang, zapis ekranni yoqing. Ekran zapisni yoqing. Menga o'sha 0707 ga meni zapisimni tashlang. Agarda shu xatosini yana bir marta takrorlasa, o'zidan ko'rsin. Tushundingizmi? Birinchidan,
Mumyo urug' sifatini yaxshilaydi. Urug' foizini ko'paytiradi. Qaysi Hmm. kallasi bilan bu gapni gapirdi? Zapis yo'qmi? Hmm. Yetkazing shu gapni. Bekorlarni 5 tasini aytibdi. Tushundingizmi? Ah. Manga Vo. shunaqa deganiga juda kuchayib Bekor ketdim psoriaziz. bekorlarni 5 tasini aytibdi. Yana aytaman sizga. Men agar muttaham bo'lganimda sizni yuqoriga chiqarmasdim. Qarang, sizga bergan savol. Tarpiyada ichyapman, ko'payib ketdi. Men shuni sababini bilmoqchiman. Hmm. Tushunyapsizmi? Bo'lmasa Yuzlarim o'tkazib olsam ham ko'ryapsiz, battar bo'lardi. battar qilyapti-da mana bu Qarasho, yuzimni endi yana bitta to'ziydigan. narsa. Endi yana bir narsa. Qarang, da bir marta ko'paytiradi. Bu narsani ham aytib qo'yay. Hmm. Da bir marta ko'paytirib to'kadi. Vesingiz Hmm. bor ekan, normalni. Hmm. Ovqatlanish tartibingiz qanday? Dieta rejimga o'tiring dedi, Galadaniya Хорошо. bilan dieta o'shyapman. Хорошо. Mol go'shti yemayapsizmi? Men o'zim qassobchilik bilan shug'ullanaman. Baraka toping. Ko'proq qilsangiz bizdan ham ko'proq dori sotiladi, birodar. Gazini bosin. Menga o'sha narsani aniq tushuntirmam. Dieta Qarang, men qiling sizga dedi. hozir eshiting. Qarang. Men sizga bitta kitobdan keyin 401-bet. Men yoddan bilaman. Ibn Sinoni kitobidan bu ana sal kichikroq ixchamlashtirilgan. Men sizga ko'ra 401-bet emas, 401-paragraf. 401-paragraf deylik, mana 492. Mana oldin o'zingiz o'qing. Mana ruschani bilasizmi? Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, хорошо. Endi ekranniki. Мясо 401 ko'ringan. Так. Hozir men bitta o'tkazib olay. Вот, мясо. Endi qarang. Так. Говядина дает обильное и густое питательное пищество. Черное. Мясо порождает черножелчные болезни. Черножи. Ya'niki, sizni qoningizni rasvosini chiqaradi. Endi ketdik. Говядина порождает бахак. Бахак bu vitiligo. Vitiligo, yana pes kasalligi, anavi keyin hozir yana bitta narsani ko'rdim. Mana sizga kosmetika bo'limida, yana teri kasalligi. Говядина bu mol go'shti. Так же, как и другое грубое мясо, вызывает рак. Рак! Ой, baraka topkurlar. Говядина порождает жараб и злокачественные лишаи. Mana sizda nima bo'lyapti? Qanday tushundingiz? Говядина порождает проказу, слоновую болезнь, это fil kasalligi. Ya'niki, qanday kasallik? Bu anavi limfostaz и расширение вен. Bu qadimda Ibn Sino yozib qoldirilgan kitob. Tushundingizmi? Говядина, прочие упомянутые все виды грубое мясо вызывает меланхонию и наваждение. Endi qarang. Endi qarang. Yana bitta. Endi hadis keltirtiramiz. Hadis oldin ham eshitganman. Ya'niki, bir paytlar Telegramda ilm ahlidan so'rang degan kanalga ulanib, men savol-javob rosa o'qirdim. Juda qiziqardim. Hozir bu narsaga berilib ketganimdan keyin ularga kam kiryapman. Xo'sh, endi sadaf va psoriaz haqida uni ochamiz. Endi o'zbekchasi. Epilepsiya, tutqanoq, Saratonda ham shu narsa bor, mana aka. Mana hozir ko'rsataman sizga. Saraton, leukemiya, oqqon, ko'z kasalliklari, tuzalmayotgan yerlar, og'iz bo'shligi. Shu tayyor qilib qo'yishim kerak-da mana shu narsani. Leukemiya, oqqon, shish va saraton. Pes, vitiligo, mana shulardan kelib chiqadi-da. Просто qiziq, mana ekzema, sadaf va psoriaz. Ketdi, qarang. Sadaf va psoriaz. Normal teri hujayralari 28-30 kunda yetishadi. Teri yuzidagi to'kilar. Ya'niki bu degani bir oyda teringiz yangi chiqadi. Ketdingmi? Endi qarang. Tak, pes, vitiligo. Kimki hayz vaqtida xotin bilan jinsiy aloqa bo'lsa va munosabat tug'iladigan bola o'zi sadaf, pes yoki mohol kasallikka mubtalo bo'lsa, o'zidan boshqani ayblamasin.
Bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning doimiy ravishda sigir va buzoq go'shti yeyish sadaf, psoriaz, pes vitiligo, moxov, beso'naqaylik, fil kasalligi va boshqa bir necha kasallik keltiradi deganlar ma'lum. Go'sht bo'limiga qarang. Chunki yana bitta narsani eshitganman, mol go'shti illat, qo'y go'shti hikmat. Xabarim yo'q. Qarang, Qahramon aka, menda mana bunaqa vaziyat bo'lyapti-da hozir. Endi yaqinda o'qish bitirganman. Ishga topshirishim kerak. Organ sohasiga kirmoqchiman. Men bu psoriaz birinchi o'rinda, u medkomissiyadan o'ta olmaysan dedi. U aniq dedi. Men shuning uchun iloji boricha tezroq ketirish uchun shu narsani terida ko'rsatmaslik uchun o'sha nima tarbiyadani ichayotgandim-da. Qozog'istonda Iching va mumyo aralashtirib iching va surting o'sha mumyo aralashtirilgan. Qozog'istonda yaqinlarimiz olib ichibdi, cho'tki foyda berdi dedi. Zo'r. Даже bir haftada o'sha to'kilib ketdi yaralarim dedi. Hammasi o'sha psoriaz yo'q bo'lib ketdi dedi. Ves ham tashlavordi. Semiz bola edi, ves tashlavordi dedi. Men vo dedimda olib ichdim, shunaqangi qo'zdirib yubordi. Yoqolman, foydasi bo'lmayapti-da. Menga u ayol tushuntirdi, mumyo aralashtirilgan ichmay urug'ingiz kuyib ketadi dedi. Men yaqinda uylanganman, u narsani eshitib cho'chidim-da, to'g'risi. Yo, bekor gap. Ya'niki mumyoni 0,2 grammini tuxumni sarig'iga, ya'niki xom tuxumni, damashq tuxumni sarig'iga aralashtirasiz, ertalab ichasiz va xuddi shunday tayyorlab kechqurun ichsangiz, 6-kundan keyin urug' sifati ko'payadi. Zo'r bo'ladi hayot. Bizada Yangiyo'lda sizni do'koningiz ochildi deb eshitdim, aniq ko'zim bilan ko'rmadim lekin. Imенно sizni dorilar. Do'konlarni ko'paytiryapmiz, podelkalar yo'qolishi uchun. O'sha Yangiyo'lda ochildi deb eshitdim, o'zim turaman, Yangiyo'llikman. Atak o'sha mumyo bilan aralashtirib ichaversam bo'ladi uni. Kerak. Albatta, u shart. Albatta. Siz 7 kun och qoling, hech narsa yemay, vesingiz bor ekan, hammasi to'kilib ketadi. Siz ishoning, hammasi ketadi. Undan keyin antiparazitarka ichib oling birinchi navbatda. Antiparazitarka. Tim bo'li qassob ekansiz, bu narsalarni ichida yuribsiz. Xom go'sht yeb qo'ygan bo'lishingiz mumkin, bir narsalar. Antiparazitarka ichib oling. Ana betingizga ugurlar bosib yotibdi. Shu juda qilyapti. Ichingizda bitta bu yoqdan shlankani tiqib, ana qilsangiz, bu yoqdan hammasi surib chiqadigan qilish kerak, klizma. Og'ziga shlankani tiqing, yana shunday qilmang. Klizma qilib hammasini yo'qotish kerak. Yo'q, menda o'zi 27 kilomi ves tashladim. Orada bitta dietam buzilib qoldi. Mana bu narsalar chiqib ketdi. Baraka topkurlar, men bir mahal ovqat yeyman. Men xarid non yemayman. Men mol go'sht yemayman. Nechinchisiz? 2001-yilgaman men. Mani qarang, sizni qarang. Shuni aytaman-da. Men o'zim sal anu bo'lyapti. Mana shu narsani yo'qotsam, xudo xolisa. Men o'rtog'imga Qozog'istondan keldi, gepatit yuqtirib kelibdi-da, gepatit B. Men o'zim tavsiya bermoq, tarpidani ichgansan, yaxshi qilyapti ekan deb o'rtog'imga ham tavsiya berdim, yaqinda olib ichmoqchi u ham. Prosta men shu narsani ixlos qilib, men davosini topish maqsadida qilyapman-da, iloji boricha. Nima qilishdi bildingizlar xullas. Keyin yana bitta savolim bor edi. Agar pastaklar kutib qoldi. Yo'q, iltimos, bitta savolim. Miya. Men operatsiya qildirganman, 3 yil, yo'q, 7 yilmi bo'lyapti. Sal anu bo'lyapti-da, yana xiralash. O'sha miya qaytib kelishda men cho'chiyapman yana. Men ishga topshirishim kerak, tayyorlanishim kerak hamma tomondan. Ko'z masalasi nozik. Hammasini sizni dorilaringiz bilan o'zimni tiklamoqchiman, qaytadan vasстановление. Yaxshi, xudo xohlasa, siz ko'zingizga ham bir tomizib ko'ring-da. Xo'p? Mashinami? Torpedani o'zini. Boshqa narsani, yana ko'p narsani aytib o'tirmay, ko'p narsa bor. O'zini tomizib ko'ring. Do'koningizga borsam tavsiya beradimi-la? Bo'ldi, tushundim. O'sha ochlik mumyo bilan aralashtirib torpedan ichish kerak, mumyo bilan aralashtirib kerak va surtish kerak. Yuzga ham, ugriga ham surtaversam bo'ladi. Hurmatli ayollar, erkaklar, torpedani iching, betingizga surting. Siz ishoning, ugringiz ham ketadi, ajiningiz ham ketadi, betingizning rangi ham o'chiladi, dog'lari ketadi. Baraka topkurlar. Bo'ldi, tushundim sizni. Rahmat. Katta rahmat, xudo xolasa.
effekt bo'ladi. Rahmat. Xudo xohlasa. Salomat bo'ling. Rahmat, charchamang. Xo'p. Xo'sh, 3 yoshli bolada bosh miya o'simtasi maslahat berdi. Tak, Muhammadayev. Ya buni yuzma-yuz gaplashishimiz kerak. Men sizga bu yerdan bir narsa ayta olmayman. Anavlaringizda ko'rish kerak. Mumkin emiziklarga mumkin. Tak, svish bor bo'ynimda, tashqi tarafda qaysi mahsulotni ichsam bo'ladi? Qarang, birinchi navbatda svish qayergacha borganini bilishimiz kerak. Svish agar chuqur ketgan bo'lsa, обязательно operatsiya. Hech bizlar yolg'on gapira olmaymiz. Обязательно doktorga borishingiz kerak bo'ladi. Agar bo'yningizda svish, ya'ni ichkarigacha kirib ketgan bo'lsa, oqib yotgan bo'lsa, xirurgiическое вмешательство обязательно kerak. Da, doktorlarimiz kerak bu yerda. Uni ko'rishimiz kerak. Alyuminiy zavodda ishlaymiz. Ho, Aftari. Nima zararni ketkizish uchun alyuminiyda. Yaqinda og'ir metallarni miyadan ham chiqarib tashlaydi. Bir narsani o'qiyotgandim, esimdan chiqib ketdi. Miyadagi va nimalarda, badandagi og'ir metallarni chiqarib beradi. O'qib ko'raman yana. Did Aftari, sizni aytayapman. Peshob yo'li shamollash qanday davolasa? Shipovnik iching. Shipovnikni quyuqlashtirib kerak, sirop qilib iching. Витилиго как лечится? Наргизка. У нас есть сейчас продукция, которая называется витинол. У всех магазинов есть. Да, он очень хорошо помогает. Вы найдите лучшее. Ладно, используйтесь. Хорошо? Если не найдете, пожалуйста, обращайтесь, попробуйте. Когда будет эффект, спасибо скажете. Я могу это сказать вам. Для вздутия живота что надо принять, Рахмат брат? Так, при вздутии живота в первую очередь надо исправить диету. Почему бывает вздутие живота? Это нехорошо работает и пищеварение, желчный пузырь, поджелудочная железа. Вы чай с ромашкой попейте немножко в день, один раз. Употребляйте пищу. И знаете, как чай сделать? Фенхель, кумин, это черные зра, или которые насыпать на шурва и в плов добавляют же, зира, желтая. Эти пейте, фенхель, зира, черный зира называется еще. Это употребляйте. И еще при вздутии живота очень хорошо помогает масло прополиса или настойка прополиса. Или вообще-то для общей противовоспалительной настойка чистотела или трава чистотела. Настой чистотела. Захарный джойн. Дилд Автари. Zardobi yuring. Organizmni zo'r tozalaydi. Так, pastga tushamiz. Juda ham ko'p kommentariy bo'lib qopti. Xo'sh. Psoriazga qanday davo topsa? Yuqoriga birinchi chiqqan bemorimiz shu psoriaz haqida edi. Psoriaz. Так, киста почки как лечить? Киста почки. Смотрите, рассасывающие настойки есть. Это настойка болиголова или настойка чистотела. Самые доступные они. Или длительное время, если они не такие, так твердые, отвар лука тоже употребляйте. Это тоже рассасывает. Диагноз асцит. Что можно пить? Да, водянка называется. Асцит. Это у вас уже цирроз печени. Надо поговорить об этом. Но вообще-то при водянке, сказать, не сказать. Смотрите, при любой водянке есть еще одно растение перекати-поле. Это не растение, это колючка такая. Перекати-поле при водянке. Если 3 грамма, если не ошибаюсь, 3 грамма. Это солянка называется еще. Вы сами можете найти информацию.
про солянку. Солянка разжечь, сжечь, потом останется зола. Эту золу надо немножко с водички и выпить. Это очень-очень хорошие мочегоны при любой типа водянке. В книге так написано. Вам понятно? В день 1 раз. Или 3 грамм на 200 грамм перемешать, теплой водой, и на целый день пить глотками. Так. И еще есть второе. При водянке. Сейчас. Мирабаланы. Кабульские мирабаланы. Кабульский мирал при водянке. И еще в книге написано, что при водянке, при асците молоко верблюжье молоко. Это тоже при асците. И еще при асците возьмете петрушку. Петрушку возьмете 800 грамм. В эмалированную кастрюльку положите, засуньте, да? И добавьте вдвое больше, это 800 грамм, да? Вдвое больше молоко. Потом надо томить в духовке, не надо кипятить, надо томить в духовке до полностью оставить ровно половина останется, ровно половина останется. Надо томить несколько часов, что вы поняли, да, короче? Потом это по столовой ложке надо пить. Сколько останется на целый день. Во! Вообще асцит уберет. Стоит попробовать. Uladim sizda. Bolalarga gijjaga davo eting, menikini o'qing. Diagnoz asli я уже сказал. Сейчас вниз пошел я. Так. Assalomu alaykum, qora aka, yaxshimisiz, tinchsiz? Assalomu Как убрать alaykum. shu? Assalomu alaykum, assalom. Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Qora aka, savolingiz Qanday? bo'lsa berib oling. Savolim yo'q. Hamma bemorlarga Xudo shifo bersin, Ka'ba deydim. Amin. Amin, amin. Ko'rsating Kabani. Kimda qanaqa dardi bo'lsa Amin. shifosi bilan bersin. Alloh taolo Amin. sizga ilm ladduniy bersin. Amin, amin. Ilmingizni ziyoda qilsin. Amin. Faqat Xudo uchun qilayotgan xizmatingizni qabul qilsin. Amin. Mana Ka'ba. Mashaalloh. Amin, amin. Alloh taolo hamma bemorlarga shifo bergin. O'zingni Amin. bayting haqqi, rasuling Amin. haqqi. Allohim qilayotgan xizmatlarni hammasini qabul qilgin. Parvardigorim adashib qolishlikdan, nafs balosidan o'zing saqlagin. Amin. Robbim Allohim sen kechirguvchisan, shifo berguvchisan. Bemorlarda hammasiga shifo bergin. Amin. Hammalarni gunohlarini afv etgin. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Allohu akbar. Joning sog' bo'lsin, qora aka. Tak. Hammaga shifo komil bersin Xudoyim taolo. Operatsiyadan keyin ham svish yaxshi bo'lmadi, yana yering chiqyapti. Bo'lmasa bir uchrashishimiz kerak, Xudo xohlasa. Qarang, svish. Swishda teshigi bormi? Shu savollar bor-da, savollar bor. Tak. Faqat ruslarga maslahat berasiz. Bilasizmi? Nima uchun ruslarga ko'proq maslahat beraman? Bizning o'zbeklarimizda negativlarimiz ko'p. Juda ham ko'p negativlarimiz. Bir amakim jigar sirroz tamom bo'lgan debdilar. Davosi bormi tabobatda? Tak, siz menga chiqing yuqoriga. Boshqacha bo'lib ketdi, xuddi o'sha yerga yurganday qildim o'zimni. Как убрать шум в ушах, если лор, врач и аудиограмма показали хорошие результаты? Так, осеолером, вы остеохондроз проверьте. Остеохондроз. Самое эффективное лекарство от гайморита. Очень много лекарств от гайморита.
Самое эффективное, в первую очередь, не самое эффективное, самое последнее скажу. Вы попробуйте это. Сок красной свеклы. Gormon buzilishiga nima ichish kerak? Gormon buzilishiga xelba. Yana aytaman, xelba. Chiqmadi. Ugurlar ketmayapti. Tabiiyki ichyapman. Nima qilsam? Va jag'imda va peshonamda ugurlar ketmayapti. Sabrli bo'lasiz, Amina Bakeriy. Agar siz shirin yeyotgan bo'lsangiz, yog'li ovqatlar yeyotgan bo'lsangiz, o'zingizga o'zingiz zarar qilyapti. Tarpiyada ichyapsiz, ichingiz tozalayapti, yegan narsangiz yana chiqib kelyapti. Qanday ko'rishasiz? Bilmadim. Ha, lishni teshigi bor. Andijonga kelishini kutyapman. Xudo xohlasa. В коленном суставе. Смотрите, если в коленном суставе есть киста Бейкера, очень хорошо помогает. Если вы не хотите операцию, если Саул, если не хотите операцию, попробуйте настой чистотела. Вы должны пить, и этого настоя, не настойка, можете и настойку. Это надо пить и лечебную повязку делать. Из этого настоя. Вам понятно? Нет, не хочу. Хорошо, если не хотите, вы пробейте информацию киста Бейкера, потому что он рассасывающий кисты. Вам понятно? У вас есть. Да вы сами можете найти. Вы сами можете найти. Мамадалиева Фарида. Найдите. Я же никого не заставляю. Да, есть. Вы сами бесплатно найдите. Мне не надо, чтобы вы у меня покупали. Сами найдите. Moskvada bor, да. Moskvada bor. Dadamda hiqildoqqa o'simta bor, operatsiya deyishdi. Nima maslahat berasiz? Nurik, keling shu qaniki? Nurik. Yuqoriga chiqing-da. Прочитайте мою. Давайте вы тоже на прямой эфир выходите, поговорим. Yuqorida ko'p gaz bo'lyapti. Yuqorida aytib o'tdim, efirda qaytadan ko'rasiz. Oqqon kasalligi davosi bormi? Alo, bor. Moskvada bormi? Так, qaysi biri bu? Прямой. Nurik. Hiqildoqqa siz gapirdingizmi hiqildoqqa deb? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalom. Yaxshimisiz? Men sizga avval ham chiqqandim, o'tgan safar ham. Aha. Bizning dog'lar bo'yicha xabaringiz bo'lsa, gaplashgandik. Esimda yo'q, birodar. Xo'sh, dadangiz haqida gaplashaylik. Xo'p. Birodar, eshitaman sizni. Xo'sh, tomog'ida 2 yil bo'ldi. Shifokorlar Toshkentga tekshirtirdik. O'simta bor deyishdi, hiqildoqda. Men bu tomog'ida, ichkarida hiqildoq ovozlari pasayib qoldi. Hozir gapiradi, oldilaridan tursangiz eshitasiz. Keyin 3 yil avval o'zi yuraklari ham stent qo'ydirilgandi. Hozir shifokorlar tekshirib, Toshkentda operatsiya qilamiz, deyapti. Endi bir 3 kundan keyin Qashqadaryodanman. Qashqadaryo. Ovqatlanish tartibi qanday? Nima yeyapti? Ovqatlari shu doimiy ovqatlar. Endi men bu stentga dorilar ichadilar, o'shanga qarshi men bu mumkin bo'lmagan narsalar yemaydilar. Go'sht yemayaptimi hozir? Tushunmadim. Go'sht. Go'sht yeydilar, endi baribir ovqatga baribir so'ldan yeyish kerak, yeydilar. O'zingiz bilasiz, birodar. Men sizga bir narsa deya olmayman bo'lmasa. Ovozi sal pastroq kelyapti-da, lekin yaxshi eshitmayapman. Ha, meni ovozim sekin eshitilyapti. Ha, sizning ovozingizni sal past eshityapman. Naushnik to'qsam Birodar, mani ismim qolasizda. Birodar, go'sht yedirmaysiz, sabzi sokini ichirasiz ko'proq.
ochlik ozroq qilib turasiz. Qashqadaryoda ikkita joyda do'konimizga borasizda, Baligalov nastoyka, ferula, ya'niki kovrakdan olasiz yoki kovrakni o'zi. Qashqadaryoda kovrak bormi yo'qmi nastoykasi? Topa olasizmi o'zingiz? Toshkentda bor edi, Toshkentda bilaman. Toshkentda Toping. bor edi. Ferulani o'sha kovrakni nastoykasini toping yoki Baligalovni ikkovini ham ichiring kerak bo'lsa. Ferulani nastoykasini bir choy qoshiqdan ichirasiz. Shuni boyaga o'simta qolib ketadi. Baligalov nastoykani ham ichirasiz. 3 ta narsa. 3-darajada bitdi-da. Xohlasangiz operatsiya qildim. Hech kim sizda qarshiligi yo'q. Bu sizning xohishingiz. Tushundingizmi? Bu sizning xohishingiz. Ja bo'lmasa istixora namozini o'qing. Xohlasangiz operatsiya qiling. Yaxshi doktorlarimiz bor, Xudoga shukr. Oboring, operatsiya qilsa, agar metastaza berib yubormasa, хорошо. Mayli, olib tashlasin. 3-darajali degan hozir operatsiya qilish kerak degan. Shunga hozir endi nima deydi, bir 2 yil o'tdi aradan, endi yana kechikib davolatmaylik deb shu nima deydi, operatsiya qildirsaymi deb turibmiz-da. Erta ikkinchi istovga o'tkazamiz больницаga. 3-darajali deyapti. Bugun analizlar yaxshi chiqqan. Хорошо, birodar, istixorani o'qiysiz, xohlasangiz bu. Umuman muammo yo'q. Tush ko'rasiz. Istixora namozini o'qing, tush ko'rasiz, sizga o'zi Xudoim taolo o'zi yetkazadi. Nima qilishdi? Chunki kelishdik. Salomon bo'ling. Gap chala qoldi, lekin gapingizni oxiriga yetkazib oling. Nimadir demoqchi edingiz? Yo'q, chunki bizlarda umuman ovqat o'tmay qolgan, yotib qolgan bemorimiz ham bor edi. Tomog'i ochilib ketib, yaxshi bo'lib ketdi, otziv bergan. Men videoga qo'yganman, Telegram kanalimizga ham qo'yganman bu haqida. Sizda majburlash yo'q, chunki u operatsiyani ko'tara olmasdi. Ikkilamay ichgan. Yaxshi bo'lib ketdi. U tomog'ida rak bor edi. Yaxshi bo'lib ketdi. Siz endi bir maslahatda, sizga hozir shunaqa variant bo'lsa sizda qaysi birini tanlardingiz? Lecheniyanimi yo operatsiyanimi? Men birinchi navbatda analizga birinchi navbatda nimaga qarardim? Analizlarga qarardim. Analizlarga. Agar operatsiya bilan uddalasa, olib tashlasin. Agar uddalolmayotgan bo'lsa, undan ko'ra teginmasa. Zlokачественный bo'lsa, birinchi ximiya oladi. Ximiya olgandan keyin metastazani ko'paytirib, u ko'payib ketmaydigan o'simtami? Agar hozir tix tekizilsa, ko'payib ketmaydimi? Shu narsalarni so'rang-da. Men do'kondan borib oling deb nastavit qilayotganim yo'q sizda. Bu sizning istagingiz bu. Men hozir sizni otangizning hayoti bilan o'ynasha olmayman. Agar davolab beramiz deysa, srazu olib boring. Davolab beramiz. Shifo Allohdan. Yo'q, doktorlar shu 3-darajali operatsiya qilish kerak, kech bo'lmasdan deganda, endi men tushunmayman ular, yozuviga tushunmayman to'g'risi. Nima yozgan? Men so'raganim bilan balki endi vaziyatni men bilmayman-ki. Yaxshi operatsiya bo'lsa yaxshi bo'ladi deyishi mumkin. Men tushunmayman-ki. Ular nima yozgan? Ular degan doktorda oldiga olib boring. Umuman boshqa bironta doktorga olib boring, qog'ozda analizlarni ko'rsating. Shart emas u kishilar ko'rsa, boshqa doktorga. Menga tushuntirib bering. Men dehqonman. Men dehqonchasiga tushuntirib berding. Aha. Sizga tushuntirib beraman nima gap so'zligini. Tushunarli. Kelishdingmi? Bo'ldi, rahmat. Salomat bo'ling, birodar. Charchamang. Kuzatib boraman, charchamang. Xo'p, joning sog' bo'lsin. Mayli. Tak. Pastga tushamiz. Xavfli o'simtagi giyohlaringiz mumkinmi? Tog' Moskvada qayerdan topsam bo'ladi? G'anozni onkologiya bilan og'rigan hamma inson shifo bersin. Amin. Прирак в желудке. Масло прополиса, болиголов.
Фирул настойка. Очень хорошо помогает. G'anozni plus haqida nima deysiz bilmayman. Bu haqida вообще ma'lumotim yo'q. Assalomu tabib, homiladorman. Juda asabiy bo'lib qoldim. Bechora erim bilan urushaman. Nima maslahat berasiz? Tak, seva. Tak, homilador bo'lsangiz sizni gormonlaringiz o'ynayapti. Shuning uchun tinmay jag'iy sayrayotgan bo'lishi mumkin. O'zi uni homilador ayollar mana ana shunday bo'lib qoladi o'zi aslida. Eri hayron. Nima baqiryapti? Nima urushyapti? Hayron. Bu gormonlar o'ynashi. O'sha payt ochiqcha aytish kerak. Qo'y erjon, ichkariga kiring deb. O'shandan keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Gormonlar joyiga tushadi. Seva. Mani ham qo'shing. Xo'p. Hozir bitta negativimiz men haqimda bir yomon gap gapirgan ekan, Nasiba Birnasayeva. Qahramon, sen mashinniksan. Eski kitoblardan ko'rib uni buni aldiysan. Hozir efirga tikka taklif qildim, duxi yetib ko'tarila olmadim. Yuzimga gapiringlar, hurmatli negativlar, yuzimga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalom. Yaxshimisiz, tabib? Siz ko'tarildimmi? Anaqasida so'ramoqchi edim. Mana ozishga bironta tez ta'sir qilayotgan yaxshi anaqangizni ayting. Mani gormonlarim o'zgaribdimi? Shunaqa bo'libdi-da. O'sha uchun menda o'sha ves olyapman. Ko'p ovqat yeyman. Bor. Ko'p yemaysiz? Ko'p ovqat Nima yeysiz? Nima yeysiz? O'sha ko'p yemaganingiz. Shu abitda bir marta shu sho'rvomi, bo'lmasam bitta samsam, ikkita samsam shuni yeyman. Simsa qancha kaloriya ekanligini bilasizmi? Yo, endi har kuni emas, endi har zamonda, har zamonda. Ya xohlasangiz yeyvering, mayli. O'zingiz bilasiz, semirib yotaverasizda. Sabzi, qizilcha va imbir aralashtirib iching, imbir sokini. Undan keyin agar imkoniyatingiz yetsa, torpeda bilan detoks oling. Agar yo'q, imkoniyatim yetmaydi desangiz, kuniga 1 dona yo 2 dona chala qaynatilgan tuxum va apelsin va xohlagancha meva sabzavot. Masalan, bir hafta faqat tuxum va apelsin yesangiz, bir haftadan keyin o'sha abitgacha, masalan, endi ertalab bitta tuxum, bitta apelsin yeb olsangiz, keyin abitgacha meva, sabzavot, bir oyga 15 kilo taylaganlar ham bor. Polni dieta qilish kerak-da, shunday. Shunaqa. Конечно. Dieta. Mana bu zobga ham bironta dori. Zobka lapchatka belaya. Lapchatka bel. Navoiyda bor-a? Navoiyda do'konda. Xo'p, rahmat katta. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Sevush 0799 da mumkin. Emiziklarga mumkin. Masalan, 50 marta yozdim. O'li. Xo'sh, Elisa. Hozir sizni chiqaraman. Ole. Siz pastga tushasizmi? Yo'q, qanday o'shani o'chiratman bilmayapman. Telefoningizni o'chirib tashlang. Elisa, chiqing yuqoriga. Yaxshi ko'raman, mana shuni mana so'kkanlar bilan gaplashdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisiz? Assalom. Savolim bor edi sizga. Eshitaman. Meni grija, maylimi etim ko'rsatmasam? Mayli. Men grija bo'lib qoldim. 17,5 bo'lib oyog'im ishlamay qolib, nervim qisilib qoluvdi. Operatsiya bo'ldi. Operatsiya bo'lishimdan oldin siyishim, keyin axlatim to'xtab qoldi, miya sezmay qoldi. Keyin operatsiya bo'ldim. Hozir operatsiya bo'lganimga 9 oy, 10 oy bo'lyapti, lekin miyaga signal kelmayapti. Quvug'ing to'ldi,
Shuni nimasi keyin axlatdiki, keyin oyog'im 10 oyog'im uchi bunday g'ijimlanib taxlanib qoldi. Operatsiyadan keyinmi? Aha. Operatsiya qilgan odamni oldiga boring, birodar. Nervingizga tegib ketgan bo'lsa. Nervimni ancha qisib qo'ygandan 17 bo'lib. Endi hozir Xo'sh, kislorod jo'natamiz operatsiyadan deyapti. oldin qanday edi? Operatsiyadan oldin shu to'xtab qolganligi uchun operatsiya qildi-da. Oxirgi stepeniyaga kelib qolibdi уже deb. Grijani. Ha. Hozirda misol quvg'im to'lganini sal bo'limini sezaman, kirib qattiqroq kuchanaman, chiqib ketadi. Lekin axlatda qiynalaman. O'sha 10 oyog'im uchi barmoqlaricha to'planib qolgan. Doktorimga aytsam, yotsang bir 5 kun kislorod jo'natamiz deyapti. Birodar, men operatsiya qildirganman, uni вообще tushunmayman. Nima qildi, nima qo'ydi. Va agar operatsiyadan keyin battar bo'lib qolsangiz, men hozir men tasavvur qilishim kerak. U uchun nima bo'lganini, nima qilinganini. Xo'sh, Nervni kislorod davolab beraman deyaptimi? ha, kislorod jo'natsa xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi deyapti. Endi yurishlarim etap-etap tuzalyapti shunga. Nervlar tikkalashga nima maslahat berasiz? Nerv tiklashga? Ha. Hali qisilib qolgan ochilishigami? Haligi Unday desangiz ishonaman. Unday desangiz ishonaman. nerv Nerv qisilib qolar o'lgan ekan. nerv. O'lgan nerv agar o'lgan bo'lsa yoki kesilib ketgan bo'lsa, u muammo уже, tamom. Umurtqa pog'onani orqasidan kirishga chiqqanda ezib qo'ygan. Shuni kanallarni ochilishiga ham haliginaqa bir nima qilsa bo'ladi. O'sha nuqtani bilasizmi? Aha, L4 bilan L5 o'rtasi. Qarang, bitta narsani aytishim mumkin sizga. Chuvalchangni olasizda, ezib 3 kun bog'lashingiz bo'ladi. Haliginaqa holatda, tirik holatida. 3 kun. Endi tirik holatida emas, endi ezib bo'lsa ham, mayli tuproq aralash bo'lsa ham. Ezib 3 kungacha это защемление нервка, сведение нервов deb yozilgan. При сведении нервов. Menimcha shunga to'g'ri keladi. Bir qilib ko'ring-da, siz imkon bo'lsa bor-ku, sal havo sovigandan keyin, chunki 3 kun turgan narsani tasavvur qiling. Sasiydi-ku. Ichkaridan chuvalchang kapsulamizda iching. Bo'lmasa chuvalchangni o'zini qozib olib, qattiq qaralashtirib yeng. O'zini-ya? Kuniga 15-20 tadan. Maydalab qattiq qaralashtiribmi? Tushunarli. Kelishdingmi? Kelishdik. Salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. O'lyapman. Bir necha 3 kishini uladim. Kimdir yozaverib, qo'li og'rib qolibdi. Assalomu alaykum, aka, charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat, xudoga shukr. Eshitaman sizlarni. Bir kishi gapirsin. Gapirsinlar. Eshitaman. Aka, mana ancha yildan bir chap qulog'im eshitmaydi-da, eshitish pastroq. O'tgan yili doktorga ko'ringandim. Eshitish hujayralari o'lgan, uni tiklab bo'lmaydi deb eshitdim-da. Shunga nima qildim? O'nga yaxshirog'i chap sal silab beradi, bir 20%, 30%. O'zi aslida o'lgan nerv tiklanmaydi. Ya'ni bas kasalligi ham bor-da. Bas kasalligi, shunday boshqa kasallik. Aslida shunday. Endi keling, chiqmagan jondan umid deymiz-u. Chiqmagan jondan umid deymiz-u. Bir narsani qilib ko'ring. Можжевельник degan uni qora archani mevasini topasiz. Tabiblarda bo'ladi. Можжевельник. Kichkina urug'chalik bo'ladi, dumaloq, o'shani aytyapsan. Ishqilib можжевельник deb yozsangiz chiqib keladi, rangini ko'ring. O'shani temir idishda
temirlik Hop. в железном черпаке deb yozilyapti. Ya'niki temir idishda kunjut yog'iga qaynatasiz. Temir idishda kunjut yog'iga qolib, Qaynatasizda qorayguncha qaynatasiz. O'sha yog'ni tomizib yurishingiz kerak bo'ladi. qancha vaqtlar davomida? Unisini bilmadim, birodar. Menga desa bir kun tomizing, qulog'ingiz eshitib ketsin. Yo'q, endi 1 oy bo'lar, kurs tekina 6 oy bo'lib. Birodar, men sizni qulog'ingizni nervi qachon tiklanishini bilmayman. Ha, bo'ldi. Sizga nima ketdi? Nima ketdi sizga tomizib yursangiz? Birov urushyaptimi? Tushunarli. Kelishdingmi? Majvinik olib, Da. majvinik olib. Tushunarli. Ruschani tushunasizmi? Ruscha ozmoz tushunaman, ha. Ozmo. Agar можжевельник лечебное свойство, tekst naучные stатьи shunday deb yozsangiz Google'da chiqib keladi. O'zimizda Ibn Sino instituti bor Buxoroda. O'sha Buxoroni ya'ni xodimlari bu haqida ilmiy ish olib borilgan. Ilmiy ish. O'shani statyalari bor. O'sha haqida o'qing. Tushunarli. O'sha yerda yozilgan. Tushunarli. Kelishdingmi? Tushunarli, xo'p. Rahmat. Aka, sog' bo'ling. Eshitaman sizdan aka. Assalomu alaykum, men Azat. Assalomu alaykum. Assalom. Ayolim yazminni kalit bo'lgan. Bir Aha, kunda qayerliksiz? men Tojikistondan, o'zimiz Rossiyadamiz hozir. Rossiyadamiz. Bir kunda hozir kamaydi, doktorga yotib chiqdi, nima yo'q, unaqa, nima deydi? Oldinga ketish yo'q-da. Tushundim. Eshiting endi. Meditsinada ming afsuski yazvinni kalita davosi yo'q. Muhammad Ali va iltimos pastdagilar sabr qilmasalaringiz iltimos sabr qilinglar, qo'shishga harakat qilyapman. Keling bir-birimizni xafa qilib qo'ymaylik, iltimos pastdagi yozuvchilar. Ko'ryapsizlar, men bir inson bilan gaplashyapman. Sizlar bo'lsa menga javob ber, menga javob. Qanday javob beraman bu kishi bilan gaplashayotgan bo'lsam? Iltimos sizlar to'g'ri tushuninglar. Xo'sh, siz Tojikistonliksiz, siz ayni damda Moskvadasiz. Xotiningiz qayerda? Xotinim ham shu yerda. Shu yerdami? Propolis yog'ini toping. Propolis yog'i bu o'simlikmi qandaydir? Ha. O'simlik? Shunday. Bu o'sim bir xil o'simlik. Nimaligini bilasizmi propolisni? Ha, yo'q, asaldan nimadan olinadi? Asalari yelimi. Rus tilini bilasizmi? Siz Tojikistonliksiz. Ha, bilaman. Rus tilini bilasizmi? Масло прополиса. Пробейте в интернете, хорошо? При язвенном колите. Пожалуйста, пейте. Срочное голодование. Но только надо использовать чай ромашки или календулу лекарственная. Календула лекарственная и ромашка. Надо заварить как чай и употреблять. Это ранозаживляющее. Голодование и все. Не употребляйте ничто. Вам договорились? 3 дня. Потерпите 3 дня. Голодовку сделайте и употребляйте масло прополиса. За 3 дня много чего изменится. И спринцевание делайте из отвара или отвара семинальна. Не спринцевание, это микроклизма. Микроклизма. Масло прополиса отсюда до этого он все лечит. Я сказал вам, в домашних условиях. Вот вам. Масло прополиса. Договорились? Да. Если надо лекарство, я дам телефон номер, вы закажете из Ташкента. Не переживайте. Да, не переживайте. Все будет хорошо. Если есть возможность, потому что это стоит деньги. И еще,
Ранозаживляющие, ранозаживляющие. Мы из Индии привезли 4 вида кабульские мирабаланы, и желтый, и черный, и перемешали, измельчили без косточек, и добавили еще 2 ингредиента. Это тоже надо добавить в ебный отвар ячменя, и надо пить. Это тоже лечит весь желудок, ну и так далее. Много чего есть при таких заболеваниях. И еще есть, если найдете сафору японскую, он тоже ранозаживляющий. Сафора японская. Он язвы лечит, кишечники язвы лечит. Все он лечит тоже. Противовоспалительное, ранозаживляющее. Договорились? Еще и это, у Ладно. меня у самой гепатит Б как бы уже 4 года. Я пытался- Торпеду возьмете, и все. Торпеду тоже у вас, да? А если к вам прилететь туда, да, в Узбекистан, куда надо прилететь туда, если все это вот Смотрите, туда брат, лучше смотрите, у нас есть определенные дни, которые мы принимаем людей. Когда-то будет возможность, если хотите, я дам наших филиалов, номер наших филиалов, пожалуйста, обращайтесь, они вам, да хоть почту сделают. Зачем почту, приходить, если само лекарство можно вам доставлять? Ну, в границах проблем не будет, они то есть отправляют, да? Всё Ну, не будет никаких проблем. Всё, В Москве тоже есть, вы можете заказать, в Москве тоже есть. Рая, наша сотрудница есть, она из Таджикистана тем более. Она поможет. Как с ней связаться? Как с ней связаться? 7 962, если не ошибаюсь. Я номер продиктую. Сейчас, секунду, я напишу сейчас. Точка, где? Смотрите, 7 926 083 69 69. Договорились? Еще раз. Я внизу напишу. Не надо 7 926 083 69 69. Я вот в комментарии отправил. Все, я записал. Всё. Это как ее звать? Рая. Рая, да? Рая, да? Все, да, все, я понял. Все. Еще это, вот, как бы 4 года я болею, да, гепатитом. Пока что вот с этим я лечусь, никуда ни докторам, ничего, никуда не ходил. Это корень лопуха и расторопша. У меня есть кофемолка, я расторопшу 2 раза принимаю. И корень лопуха, отвар. Брат, проверьте количество гепатита. В первую очередь. Вирусов, да? Сколько у вас вирусов было, а после употребления лопуха, расторопша, сколько осталось? Проверьте, потом поговорим. Хорошо. Ладно, все. Хорошо. Я вас понял. Ну, спасибо Понятно. вам. Всего доброго. Это бабушка. Так. Hozir qo'shaman. Yana kimida ja xafa bo'lib o'tirgan? Hozir bu kishi tushib ketsin, keyin men anaqa qilishim mumkin. Bu tushib ketsa, men ko'tara olmayman hech kimda agar bu kishi tushib ketmasa. Mana qo'yishing. Mana qo'yishdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men nihoyat sizga ulandim. Sizga savolim bor edi. Men hozir tuqqanimga 1,5-2 yil bo'lyapti. Keserva bilan ikkinchi farzandimman. O'sha keservadan keyin o'sha bel og'rig'i umuman qo'yib yubormayapti. Vechna belim og'riydi, qotib qoladi.
Kesarva paytida sizga ukol uriladi, o'sha asorati. Bu yo'qolib ketadimi? Da 6 oy, 2 yillarda yo'qolib ketadi. Chunki hali ko'p o'tirsam ham qotib qoladi. Hali jicha o'tirib qolsam, o'sha suyanib o'tirishimga to'g'ri kelib qolyapti-da. Ko'p og'riyapti. Da shunday. Keyin mani buqog'im bor edi. Manda gormonalniy o'zgarish ko'p bo'lib, mesячный rosa ko'p kelib yomon bo'layotganidan, keyin men sizni 3 oy, 4 oydan beri rosa kuzatdim-da, keyin borib Oltiariqdaman, o'zi Farg'onadanman. Borib Oltiariqdan torpeda, chuda, keyin Lapchatka. Isabel oldim. Menda semirish ham boshlandi, qanaqadir xom semiryapmanman. Keyin xuddi ishyapman-da to'lqin. Endi men hozir o'shani 8 kun bo'ldi ichishni boshladim. Sal mani uyqum o'g'nalayotganga o'xshab, umuman sutkalab uxlamay qo'ygan edim. Davom etamiz. Agar homilador hozir emiziklik bo'lsangiz, sizga lapchatka mumkin emas, qolgan narsalar mumkin. Emiziklik emasman. Chiqib ketgan. Bo'lmasa lapchatka bela ham oling bo'qog'ingizga. Siz ozasiz, keyin qancha ozganingizni ayting, xo'p? Keyin bitta savolim bor, maylimi? Mani ukam 27 yosh, sahr bo'lgan, 3 yil bo'lyapti. Birinchi tipda insulin oladi. Uylandi, 1,5 yil bo'lyapti, farzandli bo'lishmayapti. Keyin borgan sari oyog'i ko'p og'rib, rosa ham anaqa jahli tez, shunaqa bo'lib qolyapti, qorni ko'p ochadi. O'shanga men bir kun bitta videoingizni ko'rdim. Agar misol 2 yil, 3 yillik shunaqa sahrlar bo'lsa, birinchi tip bo'lsa ham davolasa bo'ladi degan narsani ko'rdim. Bizlarda bunda yaxshi natijalarimiz bor. Yaqinda bir joyga ham ketyapmiz. Aynan 4 oydanmi beri, 5 oydan berimi 11 yashar qizcha 11 yashar qizcha hozir insulin olmayapti. O'sha bu qayerdaligini ayta olmayman, chunki hozir odamlar ko'p. O'sha yerga ketamiz. Sahri 3,5. Ular shunchaki shunaqangi xursandki, undan keyin yana Qozog'istonda yana bitta shahrida shu Sayram tomonlarida bir 18 yashar, 17 yashar bir qiz bor edi. Qabulimga kelgan payti juda xomush, juda ham bir ahvoli og'ir edi. Birinchi tip sahrni 3 yil bo'lgan edi. Ovqat yemaydi, hayotdan ko'ngli sovigan, vashi mana shundayda, jahldor. Dorini ichgandan keyin 2 oy, 3 oydan keyin shunaqangi rahmat eshitdikki, hozir ayni damda qariyb o'sha 1 yil bo'lyapti ichayotganiga. Menda голосовойлari ham bor. Roza ismi Roza, birinchi tip sahrni deb yozib qo'yibman. Shunaqangi insulin olmayapti 3 oydan beri, ya'niki 7 oy ichgandan keyin insulindan chiqib ketgan. Insulin olmayapti, faqat dorini ichyapti. Hattoki ahmoqchilik, hattoki go'sht, shirinlik, kola, fanta hamma narsani ichyapti. Urushib berdim keyin. İnsanlar diyeta qilmasalaring, urushib berdim. Hatto shu narsalarni ham ichyapti. Sahri yaxshi. Hozir nima ichish kerak shunda? Telefon nomeri aytaman. Yozib oling. Hozir 1 minut. Yo, 1 minut kutolmayman. Sizga birdaniga aytaman. 97lik kod bilan 97lik kod bilan 414 2999. 2999. Telefon qiling, sahrga dori so'rang, tushundingizmi? Onam ham kasalini aytsa maylimi? Qavmi qarindoshingiz-chi? Yo, onamnikini Vaqt aytaylik. ketyapti. Sizdan boshqa 170 ta odam bor. Tez bo'ling. Onam hozir 2 yildan beri oyoqlari og'rib, men faqatgina chap toslari bilan polni oyoqlarini uchigacha olib turib, hozir oyoqlarini bosh barmog'i anaqa qatib qolganda, ishlamayapti. Revmatizm yo'q, sahrlari yo'q. Nima, revmatizmga topshiruvdi, revmatizmlari 25/5 chiqibdi.
Yaxshi, siz Vodiyda bo'lsangiz, Vodiyda Andijonda bo'lganimizda, bizni qabulimizga kelgan insonlarni ayollar hammasi revmatizm, poliartrit, revmatoidni artrit, erkaklari hammasi psoriaz edi. Mhm. Hammasi psoriaz. Ishoning. Do'konga borasizda, xuddi siz olgan narsalarni onangizga ham ichirasiz va cho'lchang kapsulasini qo'shasiz. Keyin anaqami kistalari bor pochkasida. Unga Kislota nastoyga qo'shasiz. chistanastorga, ha. Xo'p, mayli, rahmat kattakon. Salomon bo'ling. Xo'p, Shishni. xo'p. Mayli. Так, добавьте из Кыргызстана. Хорошо, добавлю из Кыргызстана. Добавляю. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Слава Аллаху, У меня- Господи миров. У меня вопрос такой. У меня дочь, 5 лет, Угу. у нее аллергия от сладости. У нее сначала чешется горло, гы так делает, Понятно. и отек квинга будет. После чего отек квинки? После сладости? Да, после сладости, после любого красного вида, ягода, овощи, типа того. Надо не надо употреблять сладости в первую очередь. Да. Надо очистить кровь. Чем очистить? 2 способа скажу. Хорошо? 3 способа. В первую очередь сыворотка, чтобы она пила сыворотку. Он очень хорошо очищает кровь. Знаете, что молочная сыворотка, если найдете творожный сыр... На молочном тоже есть аллергия. Я говорю на сыворотку. Ага. Вы попробуйте сыворотку, потому что он антиаллергенный. Он. Творожная сыворотка. Я не сказал, что молоко. Молоко это слишком аллергенно. Да. Я поговорю о сыворотке. Второе. Так, аллергия, квинки. Антипаразитарка. Надо дать антипаразитарку. Очистить кровь. Так, я 3 говорил, да? Антипаразитарку и еще что-то говорил я. У нее запора нет? Запора нет. Нет запора. Хорошо, тогда самое лучшее... Сколько лет ей? 5. 5. Хорошо. Тогда есть такая хорошая информация. Не переживайте. Мумию. Да, я знаю мумию. Мумию. Давайте мумию ребенку. Таблетка, да? Нет, натуральные найдите. У вас есть? Понемножку. Брат, я в Узбекистане сейчас. Вы в Кыргызстане. Да. Много мумий в Кыргызстане же. Не у нас же. Пробейте информацию. Смотрите. Мумию. Лечение аллергии. Вам вся информация выйдет. Там написано, как употреблять. Тем более для ребенка, как употреблять. За несколько дней избавитесь от аллергии. Но курс лечения надо месяц. 28 дней написано там. 28 дней. Потом перерыв, если что. И еще повторить. Но обязательно не давайте аллергии, которые делают аллергию. Во время лечения, да? Да, не только вообще. Да не надо. Потом джантак, знаете что? Джантак. Джантак. Да, она джантак. тоже пила. Да, джантак знаю. Чтобы она это пила. Хорошо? Хорошо. Спасибо вам большое. Здорово. Uchoqli nervni davolash haqida aytib bering, iltimos. Xitoyda и Toshkentda qayta operatsiya qilishni foydasi bo'lmadi. Yaxshi.
hech narsa foyda bermagan bo'lsa, bo'yina bitta telefon nomeri aytdim sizga. O'shanga telefon qilasiz. 3 shoxli nervga dori so'raysiz. Xo'p. O'zi hamma narsani qo'llab ko'ribsiz. Amerika Rich. Men sizga hozir javob berdim, shekilli Amerika Rich. Meni qo'shing ekan. Xo'p, qo'shaman hozir. Alo. Deyishdaman, qisqa qiling. Assalomu alaykum. Mani oyoq-qo'llarim og'riydi-da, faqat tizzadan pasi, tirsekdan pasi. Keyin uvishib qoladi. Qon aylanish yaxshi emasga o'xshab his Yoshingiz qilaman. nechida? 35 ta. Men o'ylaman, bir 15 yashar qiz gapiryapti deb. Qoningizni tekshirtiring, qoningizni quyuqlashib ketgan bo'lishi mumkin. Undan keyin umurtqadan ham bo'ladi. Agar unisidan ham, bunisidan bo'lmasa, o'sha remoproba topshirasiz. Remoprobada siz vodiylik emasmisiz? Qo'qonliman. Ha, как раз. Sizda ham boshlangan o'sha narsalar. Revmatizm alomatlari. Ha. Remoprobaga Revmatizmda yuqorida, remoproba shu analizlarni topshiring, ko'proq ma'lum bo'ladi. Keyin qoningizni quyuq suyuqligini ham, uyushib qolish masalasi, umurtqangizni ham tekshirtirsangiz yaxshi bo'ladi. Umurtqani O'sha analizlarni. MRT qilamizmi, nima qilamiz umurtqani? Yo, belingiz og'riydimi? Yo'q, belim og'rimaydi. Faqat oyog'im bilan. Demak, sizga remoproba topshiring. Qon analizi bilan remoproba. Qoningizni quyuq suyuqligini. Ha, tushunarli. Shunga qarab, yuqorida dorilar aytib o'tdim. Sizdan tashqari eshitdingiz uni. O'shalarni olasiz. Onasini oyoq-qo'li og'riganiga. Ha. Keyin yana arzonrog'i ham bor, ya'niki revmatizmga nimani, kora asina degan daraxt bor, o'shani po'stlog'i zo'r yordam beradi. И antiparazitarka ham. Buni ham o'sha sizni dori sotadigan naqayizdan Hamma olsa joyda bor. bo'ladi. Xohlagan joyingizdan topishingiz mumkin. Men telefon qilib gaplashdim-da, zakaz bermoqchi edim, ishonch hosil qila olmadim. Anaqalari ham bor-ku, aldab sotadiganlari. Yo'q, do'konga borib oling, iltimos. Qayerga do'konimiz bo'lsa, o'sha yerdan oling. Qo'qonda ham bor. Qo'qonda bormi do'kon? Yo'q, Marg'ilonda bor. Qo'qonda hali ochganimiz yo'q. Ha, Marg'ilonda bor. Ha. Bo'ldi. Marg'ilon yaqin bizga. Xo'p, rahmat. Xo'p, salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling, xo'p, charchamang. Xo'p. Xo'p. Tak. Bir kishini yana aka nomerda 97 kod bilan 414 29 99. Ploskiy lishay haqida gapirdingiz siz? Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ploskiy lishay haqida gapirdingiz. Aha. Davolay olishmadimi? 11 yosh qizlarimda. Yo'q, jiddiy azot bilan ishlatishdi. Foyda bermayapti. Yana 10 kun dam olib keling deyapti, lekin foyda sezmayapman umuman. Shuning uchun sizdan maslahat so'rayotgandim. Faqat koagulyatsiya kuydirish mumkin deyapti. Oxirgi chorasi. Lishaydimi? Lishay deyiladimi? Yasli papillomada menga endi lishay demadi-da, tushunmayman. Yo'q, siz aytdingizki, ploskiy lishay dedingiz. Aha. Xo'sh, qizingiz shirinlikni ko'p iste'mol qiladimi? Yo'q. Ertalab ham bir marta maktabga ketayotganda shirin choy ichamiz bo'ldi. Yo'q, shirin choy ham kerak emas, iltimos. Parazit bor yo'qligini bilmaysiz-a? Bildik, unaqa og'ir darajada parazit yo'q, ozgina askaridalari bor dedi. Ploskiy lishay. Keyin vrach usul dermatolog aytdiki, immunolog bilan ishlang dedi. Ozgina o'rtada pulimiz bo'lmay qolgani uchun immunologga bora olmadik. Kosmetodermatolog rosa qimmatga tushdi. 1 oy to'xtab kuni jiddiy azot bilan massaj qayerlarda bor? Ikkita yuzida xuddi svetnoy kapustaga o'xshab juda ham ko'payib ketgan.
Svetnoy kapusta. Ko'rsata olmaysizmi bir? Qanday Imkoni yo'qmi? ko'rsatay? Qizingizni? Qanday ko'rsataman sizga? Lichkangizga yozdim, hozir uxlayapti-da. Telefonda yaxshi ko'rinmaydi. Prostoyda telefonim. Hmm. Yuzida deng. Qanday iloji bor? Yuzida. 10-15 ta qo'llariga, barmoqlariga sochilgan endi. Qizilmi rangi? Yo'q, Qizilmi? anaqa teri bilan bir xil. Yo'q, qizil emas, teri bilan bir xil varianti. Unda tikilmasangiz sezmaysiz. Faqat Hmm. yonidan borsangiz qaraysiz. Ploskiy judayam. Hmm. Bu qayerdan siz ko'rdingiz bo'lmasa uni? Qani shunday ploskiy degan unday bo'rtib yomon ko'rinyaptimi? Begona odam ko'rsa sezmaydi uzoqdan. Menga ko'rinadi, faqat bo'rtib qo'ygan. Ozgina xol sifat o'zini kojasini rangidan, qizil emas faqat. Bunday qo'lingizni tegizsangiz, g'adir-budur. Hmm. Antiparazitlarga ichiring, bu aniq. Gijjasini to'king. Undan keyin yuziga Xo'p, turpda sokini chiqarasiz. Bir qilib ko'ring-da. xo'p. Turpni soqi bilan asalni aralashtiring, suyuqroq qilib. O'sha ploskiy lishaylarga surting. Kelishdikmi? Mana hozir bu Ibn Sinoning kitobidan aytyapman sizga. Aha. Xohlasangiz Qancha payt davom qani menga desa 3 kun qiling, yaxshi bo'lib ketsin. Savolingiz qiziq. Qancha davomida? Yaxshi bo'lguncha-da. Bir hafta bir surtib ko'ring. yilida peridozlari bo'lishi Men sizga surting Jid- deyapman. Qanday peridoz? Men sizga Yo'q, surting ko'p. deyapman. Nima ko'p? Jiddiy azotga bormay qo'yaveraymi? Uni sizga bir narsa deya olmayman. Boring, bormang. Bu sizning istagingiz. Men sizga zlokачественный lishay haqida gapiryapman. Bu endi ploskiy lishay ekan. Qonida Zlak- ikkita bolam ham chiqdi. Faqat kojasida chiqdi. Qon topshirdik. Qonida umuman ham bunaqa virus VPC chiqmadi. Hmm. Qoni toza chiqdi. Doktor aytdiki, Ruscha tushunasizmi? ha, tushunaman. Men sizga ko'rsataman, ishonch hosil qilishingiz uchun. Qarang. Retika. Ko'rdingizmi? Hop, Bu turp bu. aha. Hop. Endi если прикладывать лекарственные повязки с редькой и медом, это исцеляет злокачественные язвы. Bu haqida bilasizmi? Zlokачественные язвы nima degani? O'sha anaqa Bu yaralarni eng yomoni. Да, а семена ее с уксусом окончательно исцеляет гангренозные язвы. Также действует и она на лишай. Tushundingizmi? Bunday qiling bo'lmasa, semenani, ya'ni urug'ini uksusga aralashtiring. Urug'ini tuyingda uksusga aralashtiring, yaxshilab bo'tqa qismon qilib. O'shani surting betiga. Uksus degani olma sirkasi, ya'niki xona damashni sirka bo'ladi-ku o'shani. Yoki soqi bilan mana unisi. Kosmetikani, buni qarang. Это с медом, свой взгляд. Она unda turpda gap ko'p. Mana семенаредька устраняет пульсирующие боли в суставах и очень хорошо помогает от болей суставов. Tushundingizmi? Hop. Anaqa parazitlarni ham tozalang deyapsiz. O'zingizdan nima olib ichiray? Hech narsa. Parazit qanaqa tozalay? Agar imkoniyatingiz yetsa, tonnadan oling. Hozircha bori shu. Undan arzonroqni ham chiqaramiz, xudo xohlasa, oz qoldi. Xo'p, parazitlarga shuni ichiraman. Faktiski dieta qilaylikmi? Hamma narsadan Обязательно shirinlik umuman mumkin emas. Unda umuman mumkin emas. Xo'p, bo'ladi. Turp bilan asalni birinchi qilaman, keyin gastrit nimani urug'ini keyin urug'i bilan ukusni ham aralashtirib qo'ying-da. Xo'p, bo'ladi. Kelishdikmi? Qanaqa qilib yoningizga olib bora olsam bo'ladi? Shunga ham bir og'iz aytib keting, iltimos, ko'rsam bo'ladimi dedingiz-ku?
Endi hozir iloji yo'q-da, men yaqin kunlarda qabul qilolmayman. Chunki определённый Hop. kunlari bor. Chorsudagi точкаlarga borsam vrachlar ko'rib Bor? berishadimi? Da, bor ko'rib berishadi. Xo'p bo'ladi, Chorsudagiga boraman bo'lmasam. Xo'p, Rahmat kattakon. salomat bo'ling. Salomat Xo'p, bo'ling. Hop. xo'p. Assalomu alaykum. Insulinim oshyapti, lekin to'liq emizliman. Bolam chaqaloq, ona sutiga juda qattiq bog'langan. Chiqarish insulinim oshyapti. Insuliningiz oshayotgan bo'lsa, tarpeda iching, sal ozasiz. Sal ozasiz yoki sachratqini iching yoki arpani qaynatib suvini iching. Insuliningiz tushadi. Fibroz 3-darajada jigarimda oz qolibdi. Farruh Muhammadov. Agar dieta qilmasangiz jigar sirroz bo'lasiz. Sizni ogohlantirdik. Anaqa qiling. Tarpeda iching, chuda detoks bilan. Yosh bolalarni tagi qo'llab qo'yishi, antiparazitlarga ichirasiz, undan keyin zveroboy izolator tisichnik ichirasiz. Kelishdikmi? Eroziyoni qanday davolasa bo'ladi? Ablipixovaya masla yoki propolisnoye masla. Eroziyon davolash. Yoki asal bilan aloyni aralashtirib tampon qilasiz. Dila, sizni qo'sha olmayman, chunki siz menga sevgi izhor qilib yotibsiz. Конечно, charchayman. May salitsilовая kislota. Men apteka narsasini bilmayman, tushunmayman ham. Iltimos, tak. Efirimizni yakunlaymiz. Xudo xolasa qisqa va lo'nda qilaylik. Ma'qulmi? Bo'ldi, kech bo'lib ketdi. 2:30 bo'ldi. Uxlasalaring bo'lmaydimi? Tavba qildim. Bo'ladi, ichsangiz tarpeda. Ayoltayasiga. Yakunlayman. Nima yo'q? Soat 2:30 bo'ldi, baraka topkurlar. O'pka kasalligiga. Nima bo'lgan o'pkangizga o'zi? O'pday salomat bo'linglar. Uxlanglar bor.